Ke dadangga ko'rsat o'zingni ke. Ma dadangni ko'rib gaplash. Xotiningiz telefon qilgan vaqtiga urishganda buni esiga qolgan. Dadang bo'ladi o'g'lim, unday dema bolajon. Nimaga? Unday dema o'g'lim. Unaqa dema, tilingni kesaman, dadang bo'ladi, dadajonim de. Pul beraman dedi o'g'lim, dadang. Bermasa bermasin, pashol. Dadasi aneni o'zingizda aybingiz ana. Mehr berish kerak, telefon qilib turish kerak edi vaqtiga. Ularnikini yetsin. Sen hamma bo'ladi, sana tabisan. Ya, men nima qildim dadasi, faqat meni aybdor qilasiz, o'lay. Sen aybim bo'lyapsan, buyoqqa. Menimi o'g'lim? Dadani. Unday dema, dadam de. Dadaman balon. Tilingni tiy balam. Pashole. O'g'lim tilingni tiy. Tutma. Ko'rdingmi? Dadajon bo'ladi o'g'lim. Meni dadamas, meni balon. Nimaga dadang bo'ladi, dadajon deding. Telefonga gaplashding-ku u kuni o'g'lim. Senga meni dadamas, meni balon. Tushundingizmi? Hammasiga sen aybdorsan. Hamma narsaga meni aybdor qilmang dadasi. Nima qildim men? Ha, nima qildim? Sen aybdorsan. Men nima qildim? Ha, aybim nima? O'zingiz uylanib ketdingiz, bechora dadam deb qidirib telefon qildi, xotiningiz urushdi. Men uylangan bo'lsam, kim sababli uylanding? Hop, nima sababli uylanding? Ha, sabr qil, men ham yerga tegib chiqsam, o'nta yerga tegardim, sabrsiz. Men ham Shoshma, men o'zim uylandimmi? siz uylanganingizga ham men aybdormanmi endi? Men o'zim uylanib ketganmanmi? Men aybdormanmi siz uylangan? Sen o'zim uylanib ketdimmi? Nima zo'ravonlik qilasiz dadasi?